Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan TradeWay kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Pocket Option saytida bozorni analiz qilib, сделкаlar ochib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Men bundan oldingi videolarni ham sizlarga ko'rishinglarni tavsiya etaman. Hamma videoda har xil taktikalar bilan biz pul ishlab kelganmiz. Agar sizlar bu saytda yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib registratsiya va verifikatsiyadan o'tib qo'yishinglar kerak. Pul kiritish, pul chiqarishda hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun. Bu haqida ham bizning YouTube kanalimizda videorolik bor. Agar tushunmasanglar, uni ham ko'rib, bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Demak, biz hamma narsani zo'r qo'yganimizdan keyin bemalol bu saytdan pulli ishlashimiz mumkin. Demak, bizda hozir yevro USD valyutniy parasi turibdi. Buni dohodnisi ko'rishingiz mumkin 75% ekan. Bizning balansimizda 1849 dollar bor. Ya'ni hozirda Telegram kanalimizda ham bitta ikkita signallar berib boryapmiz. O'shalardan mana qilgan daromadimizni ko'rishingiz mumkin. Bundan oldingi videoda balansimiz bundan sal kamroq edi. Demak, biz hozir bu yoqdan valyutniy paralarga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, audio card bizga 92% lik daromad berayotgan ekan. Bundagi holatni ko'rishimiz kerak. Demak, bu yoqda hozirda ko'rishingiz mumkin понижающий trend va hozirda bozor o'zini holatini o'zgartiryapti. Bu yoqda kelinglar biz 50 dollarga 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochamiz. Chunki bu yoqda maksimumiga tushgan, ya'ni minimumni yengilagan bozor повышающий trend bo'yicha сделка ochsa, bu yoqda mana понижающий bo'lib kelgan va hozirda bozor strukturasini o'zgartiryapti. O'shaning uchun biz bozor hozirda tepaga ketadi deb 1 minutlik сделка ochdik va bozor yaqinlashtirsa ko'rishingiz mumkin pastga tushyapti va tepaga ko'tarilyapti. Demak, сделка bo'limini ochib videoni tezlashtirib natijasini kuzatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, сделкamiz yopilishiga 6 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% lik plusga yopildi. Chunki ko'rishingiz mumkin, bizga bozor impuls bilan tepaga qarab yurib berdi va shu orqali biz 46 dollar чистый daromad qildik. Ya'ni 50 dollarlik сделка ochgandik, 96 dollar bo'lib keldi. Kelinglar, bu yoqda yana bir marta biz 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochamiz. Chunki keyingi harakatda mana manba resistent zonasigacha bo'ladi yoki shu zonani bozor bizga yorib o'tish kerak, повышающий trend bo'yicha, ya'ni maksimumini bizga yengilab berish kerak. Bu yoqda ham сделка bo'limini ochib, bozor yaqinlashtirib, videoni tezlashtirib natijani kuzatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, сделкamiz yopilishiga 5 soniya qoldi. Bu сделкamiz ham bizga 100% lik plusga yopildi. Bizga bitta chalg'ituvchi switch chiqdi va ko'rishingiz mumkin, undan keyin bozor impuls bilan bizga tepaga qarab yurib berdi. Biz ikkinchi 46 dollarlik чистый pribylimizni oldik. Ikkalasini qo'ysak ko'rishingiz mumkin, ikkita сделкani orqasidan 2-3 daqiqani ichida biz 92 dollar sof foyda qildik. Ya'ni har doim sizlar bilasizlar, biz 150-200 dollar foyda qilib targovli sessiyamizni yakunlaymiz. Ya'ni o'zingizlarga har kunlik maqsad qo'yib olishinglarni tavsiya etaman. Hozirda mana shu audio card valyutniy parasida yaxshi holat bo'layotganda, mana shu holatni analiz qilib, biz minimumni yengiladi va tepaga qarab, maksimumga qarab yuradi deb сделкаlar ochib, biz ikkita yaxshi daromad qildik. Hozir resistent zonasidan bozor qaytishi mumkin yoki buni urib o'tib, ya'ni likvidnessni olib, bozor повышающий trend bo'yicha harakatlanish kerak, ya'ni maksimumni yengilab, keyin bozor korreksiya berib pastga tushib ketish kerak. Kelinglar, biz kattaroq switchga o'tamiz, ya'ni bozor yaxshiroq ko'rish uchun holatini. Bu yerda ko'rib turganingizdek yaxshi holat bo'lgan, bitta switch impuls bilan tushgan 5 daqiqalikda va yana bitta switch ko'rishingiz mumkin shu liniyagacha tegib qolgan 1 minutlik switchda mana shunaqa holat bo'lyapti. Kelinglar, bu valyutniy parani o'tkazib yuboramizda, boshqa valyutniy parada yaxshiroq vaziyat ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak, mana bu valyutniy para ham bizga 92% daromad berayotgan ekan. Ya'ni hozirda biz OTC emas, sizlar ko'rib turganingizdek haqiqiy valyutniy paralarda сделкаlar ochib ko'rsatib beramiz. Ya'ni qaysi valyutniy parada yaxshi holat bo'lsa, o'sha valyutniy parada biz сделкаlar ochib pul ishlashga harakat qilamiz. Agar OTCda yaxshi bo'lsa, OTCga kiramiz yoki bunaqa haqiqiy valyutniy paralarda bo'lsa, bularda ham bemalol сделкаlar ochib biz pul ishlasak bo'ladi. Demak, bu yoqda ham повышающий trend bo'lib kelgan va bozor ko'rishingiz mumkin, hozir pastga korreksiya beryapti. Demak, u valyutniy parani ham biz o'tkazib olishimiz kerak. Mana bu yoqdagi holatni ko'rsak, повышающий trend bor va ko'rishingiz mumkin, bozor hozirda mana shu support va resistent zonasidan tepaga qarab chiqib keta olmayapti. Kelinglar, shu yoqda biz 1 minutga pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Nega desanglar, bu yoqda ham mana soyasi bilan bozor buzib o'tib ketgan. Bu ham menimcha soya qoldirib yana o'zini koridoriga qaytib oladi. Demak, сделка bo'limini ochib, videoni tezlashtirib natijani kuzatamiz. Mana bizning сделкamiz yopilishiga yana 5 soniya qoldi. Bu yoqda sal opasniy vaziyat bor. Bozor yaxshigina impuls bilan tepaga qarab yurib berdi va 2 sekund qolganda ko'rib turganingizdek, bizning 3-сделкamizni ham bozor bizga plusga yopib berdi OTC valyuta birligida. Ya'ni bizga ko'rishingiz mumkin, 3-chi ketma-ket plyusovoy сделкamizni ochdik. Bu ham bizga 46 dollar plus daromad olib keldi. Biz uje sizlar bilan birgalikda 138 dollar video davomida чистый foyda qildik. Demak, aytib o'tganimdek, bu yoqda mana koridorni buzib o'tdi soyasi bilan va ko'rishingiz mumkin, ozgina pastga
koreksiya berib, yana bozor tepaga qarab yurib ketishi kerak, chunki bu yerda повышающий trend bor. Bu valyutniy parani ham o'tkazib yuboramiz, boshqa valyutniy paralardagi holatni ko'rishimiz kerak. Demak, bu yerda AUJPY parasiga o'tamiz. Bundagi holat hozirda bozor tepaga qarab ketyapti. Shu yerda biz 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochib qo'ydik. Nega desanglar ko'rishinglar mumkin. Bu bozor holatda mana manba resistent zonasigacha bo'lishi kerak. Mana shu yerda уже sekin bozor pastga qaytishi kerak. Agar bu yerda ham mana ozgina atkat qilgan, bu yerda yana bozor pastga qarab tushib ketsa, biz ham bemalol martingale strategiyasi bilan pastga сделка ochib, biz ham minusimizni qoplab foydaga ham chiqib olishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda hozirda bozor tepaga qarab yurib bera olmayapti. O'shaning uchun bozor pastga qarab ham tushib ketishi mumkin, lekin biz holatni ko'rishimiz kerak. Mana shu switch qanaqa yopiladi. Bu yerda switch impuls bilan tepaga qarab ham yopilib ketishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, oxirgi soniyalarda tepaga qarab yurib beryapti. Demak, bizani сделкamiz yopilishiga 15 soniya qoldi. Demak, bozorni uzoqlashtiramiz. Biz trend bo'yicha сделка ochdik, ya'ni bozor yaqin o'rtada impuls bilan tepaga qarab yurib bergani uchun biz ham bemalol tepaga qarab сделкаga kirdik va ko'rishinglar mumkin, yana bozor impuls bilan tepaga qarab yurib bergandi va сделкamiz yopilishiga 1 soniya qoldi. Bizani 4-chi сделкamizni ham ko'rishinglar mumkin, plusga yopib berdi bozor. Demak, biz sizlar bilan birgalikda bugun ketma-ket 4 ta plyusovoy сделка ochdik va bu orqali чисти sizlar bilan birgalikda $184 daromad qildik. Demak, bugunga yetadi. Balansimizda videoni boshida $1849 bor edi, ko'rishinglar mumkin, $2033 qildik. Bu $2000 chiqqunimizcha biz hech qanaqa unaqa katta summa balansimizga depozit qilmaganmiz. YouTube kanalimizga o'tib videoni boshidan ko'rsanglar, $200-300 bilan bu balansni ko'rishinglar mumkin, $2033 gacha olib chiqdik. Demak, xuddi shu tariqa sizlar ham binarniy opsiyonlarda pul ishlasanglar bo'ladi. Agar sizlarga har xil taktika va strategiyalar kerak bo'lsa, qanaqa qilib сделкаlar ochish kerak, shular haqida ma'lumot kerak bo'lsa, bozor holatini analiz qilish haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizani YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Bu haqida ko'p ma'lumotlar bizning kanalimizga chiqarib turamiz. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlavorasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.